menga buyruq berishda davom et. Men ba'zi narsalarni aniqlashim kerak. Nimani? Yaxshi, senga aytaman. Dushmani yashirin joyini topib halol g'alaba qozonishni o'ylayapman. Xo'y, Shinoma Keino. Tarixi qanday o'zi? Uni hech qanaqa ma'lumoti yo'q. U shunchaki daho. U eng oddiy oilada tug'ilgan. U shunchaki bilganini qiladigan daho. Uni yagona kamchiligi, u tezda hamma narsadan zerikib ketadi. Menimcha zerikib qolganidan bu o'yinga qo'shilgan ko'rinadi. Zerikishni qondirish uchun tomodachi o'yinida o'ynash. Shu bilan birga u darhol o'z yo'lini topib ketadi. Kadakura Juzoni oddiy bir soyasi bo'lib, hammani boshqarishi qanday ajoyib. Va bu orqali K guruhini nazorat qiladi. Nega Kadakura Juzoni buyrug'iga bo'ysunyapti o'zi? Ehtimol Shinomiya uni zaif nuqtasini topgandir. Zaif nuqta? Nima bo'lganda ham o'yin tugadi. Daho allaqachon g'alabasini e'lon qildi.